Boshladingmi? Assalomu alaykum Abbos aka. Nukusga xush kelibsiz. Bugungi o'yin haqida fikrlaringiz? Bugungi o'yin Jayhun jamoasini g'alaba bilan tabriklayman. Shu bizning maqsadimiz ko'proq yosh bolalarga imkoniyat berish. Shu uzoq yo'ldan kelganimiz barcha charchoq alomatlari sezildi. Shunga qaramasdan xudo xolisa harakat qilamiz. Shu yosh bolalarimizni ko'proq komandalarga jo'natish uchun ko'proq o'yin amaliyotini beramiz. Ular shu o'yin amaliyoti orqali komandalarga ketadi. Jamoa saralash bosqichida Lokomotiv Kubogi bilan final tasvirida yutib guruh bosqichiga chiqdi. Endi jamoaning guruh bosqichida oldiga qo'ygan maqsad. Bizning maqsadimiz shu birinchi navbatda guruhda saralash o'yinini yutib chiqib, shu Superliga, Pro Liga o'ynab bolalarni ularga reklama qilish asosan shu ko'rsatib komandalarga jo'natishlik uchun harakat qildik. Shu kubok o'yinga chiqib, shu Superliga, Pro Ligani o'yinchilari bilan o'ynab, shu darajasini bilsin degan maqsadda shu guruhdan chiqdik. Birinchi taymdagi ikkita zamena va o'yinning so'nggi daqiqalarida darvozabonni almashtirish haqida. Bizni ikkita jarohat o'yini boshida bo'ldi. Uzoq yo'ldan kelganimiz buni ta'sirini o'tkazdi. Ikkinchi taym darvozani almashtirishimiz, bu darvozamiz 15 yosh bola, o'zi 2010-yil. Ularga o'yin mana shunaqa o'yinlarda ko'proq amaliyot berib, sekin ularni o'stirishimiz kerak. Abbos aka, rahmat. Rahmat, charchamanglar.